ko'kalar hashar qilganmiz. Otamiz bir gapi gapirganlar. To'xtalaring shu yerda dedilar. Uyda katta karton oppoq qog'oz olib kelib qo'yganlar. Hashar vaqtida, ayni vaqtida. G'ish uzatardik. Kattaroq baqotroq akamiz otadi, u tepadan ilib oladi. Biz uzatib turamiz g'ishni. Oq qog'ozga qo'limizni qoqlaring deganlar. Qoqqanimizda mayda qunchalar tushgan. Unutma. Shu sanga yetadi degan. Agar g'ishni olganingda berib yuborsangina yana qo'lingga g'ish keladi. Agar qo'lingda g'ish tursa, g'ish bermaydi keyingi odam. Biz qum zarrachalarining kompaniya yaratganmiz. Qo'limizni orasida qolib ketgan qumni zarrachalari bilan. Agar g'ishni olursiz, o'zimga kerak 10 talab olsangiz, nima bo'ladi? Ko'tara olmaysiz, oyog'ingiz tushib, zarba bo'ladi, oyog'ingiz zatiydi, yotasiz. Ishga yaramay. Oldingmi g'ishni berishing kerak. Zarrachaga ishlasang ham yetadi.